Farg'ona shahrida prezident qaroriga ko'ra 2026-2027 yillar davomida yangi formatda o'z faoliyatini boshlayotgan Green University hamda Qo'shtepa tumanida joylashgan Yashil texnikum faoliyatiga bag'ishlangan davra suhbati bo'lib o'tdi. Unda sohaga daxldor muassasalar rahbarlari, oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari, professorlar va yoshlar ishtirok etib, ta'lim maskanlari haqida tushunchalar berdilar. Muhtaram Prezidentimizning farmonida mana shu hududlarda 14 ta hududimizda yashil texnikumlarni tashkil etish masalasi qo'yilgandi. Mana shu 14 ta texnikumlar orasida Farg'ona viloyatimizda ham bugungi kunda Qo'shtepa tumanida sobiq agrar kollej negizida Farg'ona yashil texnikumi demak ta'sis etildi. Va bugungi kunda mana shu texnikumda 13 ta yo'nalishda, ya'ni yashil iqtisodiyotimizda muhim bo'lgan o'rta bo'g'im kadrlariga ehtiyoj sezilgandi. Yoshlarimizni mana shu o'qish jarayonlariga qabul qilish jarayonlari amalga oshirilmoqda. Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimizda tashkil etiladigan mana shunday yashil texnikumlar mamlakatimizning yashil iqtisodiyotini rivojlantirish orqali mamlakatni barqaror rivojlanishiga o'z hissasini qo'shadi. Mamlakatimizda ekologik ta'lim va yashil iqtisodiyot uchun kadrlar tayyorlash maqsadida tashkil etilgan o'quv yurtlarida mutaxassislarni o'rta bo'g'inda tayyorlash tizimi joriy qilinmoqda. Bu hududning ekologik, ijtimoiy va iqtisodiy sharoitlarini hisobga olgan holda amalga oshiriladi. Bugungi kunda juda ham tez sur'atlarda global o'zgarishlar, iqlim o'zgarishlari hamda mana shu chiqindilarni boshqarish, suv resurslarini boshqarish, yer qaridagi tabiiy o'zgarishlarni boshqarish bu asosan dolzarb mavzu hisoblanib qolgan. Bizga mana o'rta bo'g'in vakillari ayniqsa sanoat korxonalarida faoliyat yuritish uchun juda ham muhim va dolzarb bo'lib qolgan. Sanoat korxonalarining rivojlanishi, ishlab chiqarish korxonalarining rivojlanishi hamda mana butun o'sha yashillashtirish dasturi, yashil makon umumiy loyihasi ketadigan bir paytda bu bizga juda ham muhim soha hisoblanadi. Shuning uchun biz bu sohada ko'plab o'sha professional demak kadrlarni tayyorlash kelajakka yana ham bir bosqichini belgilab beradi. O'quv yurtlarida tahsil olayotgan o'quvchilar tabiat qo'riqxonalari, o'rmon xo'jaliklari va botanika bog'larida amaliy tajriba o'taydilar. O'qishning 2-kursidan boshlab amaliy mashg'ulotlar ulushi 70% ga yetadi. Men Farg'ona viloyati ekofaol yoshlar qatorida o'z faoliyatimni olib boraman. O'z loyihalarimiz va ekologik tadbirlarimiz bo'yicha ko'plab loyihalar olib boramiz va bugungi yashil texnikum ochilishi bizga va bizga o'xshagan yoshlarga katta imkoniyat yaratdi. O'z loyihalarimizni amalga oshirish uchun texnikum mutaxassislaridan yordam olishimiz mumkin. Har bir harakatimiz va faoliyatimizni tabiat, inson va jamiyat munosabatlari uyg'unligida olib borish tobora dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Ana shunday pallada yashil texnikum va universitetlarning tashkil etilayotganligi tabiatni asrashga e'tiborni kuchaytiradi.